Assalomu alaykum, Japakash Uyg'urim. Bu ajoyib bir zamonlar bo'lib ketbardi. Nima deymiz endi? Hatto ag'illar biroqsin xo'shlanib rahtin ko'rgan bo'ldik. Nima deymiz? Bizning xalqimiz shunday bir Japakash millatganda Atu, onun için Qashqash, onun için Ulug' Vatan urushi, aşan hemsi ötüp ketdi. Endi bunu koronavirus deydik, talisman virus. Bu mu ötüp ketdi bu zamanlarda? Bizni Uyg'urlar jiq sınaqlardan o'tgan, yana oldimizda qanday sınaqlar turdi, Xudoyim bildi. Shuning uchun aşa hamma sınaqlardan sunmay o'tishimiz kerak. Nima deyman? Bunda qarsam, shu men tanıydigan bolalar, ag'illar, teatr shaqalda hammasi o'zlarining bir kishilik hundirini shu telefon orqali bo'lsin ko'rsatib, kichik haqning ko'nglini yeyotdi. Men shularning qatorida sizlarga bir narsa chepiray deyman. Endi men bir cho'ng sozanda emas, sozdirma kamera bo'lsa yo'shirib, boshqa yerda bo'lsa turtinglar. Marhamat. Rahmet.